yordam berasizlar. Kun tartibidagi masalaga o'tsak. E'tibor qaratadigan bo'lsa, 30% murojaatimiz iqtisodiy huquqlarni nazarda tutyapti-da. Hech bir tahlil qildingizmi, qanchasi shuni biznes ombudsmanga taalluqli? 284 ta ekologiya sohasi bo'yicha murojaatlar bo'ldi dedingiz. Ekologiya sohasi bo'yicha murojaatlarda ko'proq qaysi muammolar ko'tarilgan? Oldin daraxt kesish masalasicha ko'pincha ko'tarilardi. Hozir ham shunaqa tendensiya yoki moyillik saqlanib qoldimi yoki o'zgarishlar bormi? 13.1 moddasi ikkinchi o'qishda izohda berilyaptiki, elektron savdo platformasi operatorining javobgarligi, huquq va majburiyatlari 13-moddada qamrab olinganligi deb aytilyapti-da. Huquq boshqa, majburiyat boshqa, javobgarlik boshqa. 13-moddada uni o'sha huquq va majburiyatlariga singdirib yuboryapsizlar-da. Bu javobgarlikdan sal qochirish emasmi? Shunaqa tuyulmayaptimi? Ma'muriy sud ishlarini yuritish to'g'risidagi kodeksga 11.1 modda kiryapti-ku, ishonchning huquqiy himoyasi. Mana shu moddaning huquqiy oqibati yoki normani yuklamasi nimadan iborat? U qanday, buni kirgandan keyin qanday huquqiy oqibatlar masalan tartibga solinyapti yo nima uchun kerak bu norma? Vijdonan harakat qiluvchi shaxs deyamiz, aynan shu tushunchaga ozgina ta'rif berib o'tsangiz, bu qaysi kriteriyalar asosida baholanadi va u qayerdadir belgilanganmi? Jinoyatlarni endi bitta bobga joylashtirgandan keyin jinoyat konstruksiyasi bo'yicha joylashtirish tartibi bor-da. Bu yerda so'ramoqchi bo'lganim, jamoat xavfsizligi, aholi genofondiga qarshi, jamoat tartibiga qarshi yangi bob nomlanishga joylashtirayotgan jinoyatlarni joylashuvi og'iridan yengiliga qarab joylashtirish inobatga olinganmi? Birinchi o'qishda qizg'in muhokama qilgan edik bu qonun loyihasini. Aynan Sapargul Shamshetovna, Oybek Raimович birinchi tahrirdagi o'sha yangi kiritilayotgan aholi salomatligi va genofondiga qarshi jinoyatlar degan o'sha birinchi bir modda bo'yicha juda ko'p savollar yuzaga kelgan edi. Mana ikkinchi o'qishda ko'rib turibmiz, bu bo'lim chiqarib tashlandi. Fraksiyamizning savollari va takliflari inobatga olingandan xursandmiz. O'ylashimcha bu to'g'ri qaror bo'lgan. Qo'mita tomonidan ikkinchi o'qishda ma'qullash va palata kun tartibiga kiritish. Mazkur taklifdan ovoz yo'qayman, rozilar munosabat bildirsangizlar.